Baxt bu yangi kitoblar. Kecha meni yangi zakaz qilgan kitoblarim keldi. Raspakovka video olguncha to'g'risi chidolmay ochib qo'ydim. Shu uchun ham qanaqa kitoblar olganimni bugun bitta obzor qilib bermoqchiman. Birinchi olgan kitobim Neznakomka из Уайлд-Холла. Men как раз shu avtorni opasini shu kitobini o'qiyapman. Bo'ronli dovon asari. Men bu kitob haqida hech qanaqa ma'lumotga ega emasman, spoiler ham olmaganman. Bu kitobni faqatgina uchta opa-singilni asarlarini solishtirish uchun ham o'qib ko'rmoqchiman. Keyingi kitob Внутри убийцы. Bunda olganda oddiy ko'rinadi, lekin просто vau, оформленияsiga gap yo'q. Bu detektiv roman va buni o'qigandan keyin men albatta bu haqida video olmoqchiman, chunki detektiv roman oldin o'qimaganman. Keyingisi Master и Margarita. Menga buni obloshkasi juda ham yoqdi to'g'risi. Keyingi kitob Andisha va g'urur. Faqat ruschasi. Hozirgi kitob bilan оформленияsi bir xil. Bitta izdaniya. Men bu kitobni oldin o'qiganman, boshini o'qib, endi kitob o'qishni boshlayotganda boshini o'qib, keyin chala tashab qo'yganman zerikkanimdan to'g'risi. Lekin hozir men klassikani o'qiyapman va zerikmayapman. Shu uchun ham menimcha bu safar endi oxirigacha o'qisam kerak buni. Keyingi oxirgi ikkita kitobim Dilogiya, Dom Soli, Pechali. Bu adashmasam fantasy janrida bo'lishi kerak. Men просто random oldim o'qib ko'rish uchun. Bu hamma kitoblarni Wildberries'dan zakaz qilganman va topinglarcha hammasi necha pulga tushgan. Atigi 300 ming so'mga 6 ta kitob va hammasi original izdaniyada yana. Agar sizlar ham qanaqa qilib zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimga o'tib olsanglar, men u yerda guide qoldiraman qanaqa qilib zakaz qilish bo'yicha. Va shu bilan xayr.